Siz o'zingiz kelish bu yoqqa kelishingiz qanaqa bo'ldi? Siz Orollarda bir telefon bo'lsa Orolda edingiz. Shunday. Endi men kelishim ham qiziq bo'lgan. Davlat organida ishlab yurgan odam uchun 2 marta nimaroqda murakkabroq. Endi men prokuraturada ishlaganman, tergovchi. Endi juda ko'p yo'nalishda ishlaganman. Deyarli hamma sohada ishlab chiqdim prokuraturani. Shu 2016-yil ishga kirganman, Qarshi shahar prokuraturasiga ish o'rganuvchi bo'lib. Undan keyin prokuror yordamchisi, keyin tergovchi, o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchi, alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchi. Bizda 18-bo'lim bor, o'ta hojatlar tergov qilish bo'limi. O'sha yerda ham ishlaganman. Keyin orada Bosh prokuraturada uyushgan jinoyatchilik, korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi deydi, 21-boshqarma. Bu yerda 9 oy xizmat qilganman. Keyin men ham shu oldindan orzuyim bor edi. Umuman ingliz tilini o'rganib yurgan vaqtda 5-sinf, 6-sinfda boshlab o'rganganmiz. Shu ota-onam qiziqib til o'rganishga qo'yishgan, repetitorga borganmiz. Akam biz bitta sinfda o'qiganmiz, sinfdosh bo'lganmiz. Akam bilan amakimning o'g'illari, ular ham xuddi bizlardek ikkita aka-uka, 4 ta bo'lib bitta sinfda o'qiganmiz-da. Keyin shu 4 talarimiz birga repetitorga borib ingliz tilini, matematikani o'rganib, matematika ixtisoslashgan sinf edi. Shuning uchun matematikaga o'zi anonim bor edi. Talant deydimi, qiziqish bor edi-da. Bilganman. Shunga yarasha, keyin shu matematika ingliz tilini o'qib, Al-Xorazmiy litsey bor, ixtisoslashtirilgan litsey Shahrisabzda. Shu yerda o'qiganmiz. O'shandan keyin qiziqish bo'lib, chetda qachondir chetga o'qiyman degan yoshlikdan umid orzu bo'lgan. O'qisa ham endi zo'riga eng yaxshisiga o'qish kerak. Eng yaxshi universitet, biznes, eng zo'r rivojlangan bizneslar, startaplar qayerda? Amerikada. Amerikani ham Silikon Valleyda, Kaliforniya. Yarasi joyi qarang. Shuning uchun o'shanga qiziqish bo'lgan. Endi taqdir taqozosi bilan magistraturaga, byudjetga kirib qoldim. O'sha vaqtda bitta o'rin bor edi. Birinchi o'ringa kirganman. O'zi bitta o'rin byudjet bor. 22 kishi qabul qiladi. Birinchi o'ringa kirganman, men byudjet bo'lganman. Qolgan 21 kishi kontraktda o'qigan. Keyin bitta Navoiy stipendiyanti bor edi. U bola Xorazmlik Doniyor degan, ko'rib turganmiz ham. U ham byudjetda o'qigan, onamdan tashqari. Keyin o'qiganimizdan keyin qayerga olib borganman gapni? Ishlash kerak. Endi bizda prokuraturadan kelishgan hujjat topshirishga. Keyin hamma topshirgan. Endi ko'pchilik universitetga, yuridiskiga kirsa, kim bo'lasan desa prokuror deydi. O'sha vaqtda. Endi hozir o'zgargan deyshadi. Hozir ancha yoshlar o'zgargan bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar. Hozir yuridiskida o'qiydigan bo'lajak yuristlar ular qaysi kasbni ko'proq xohlaydi. Bizda endi prokuror deylardi. Shuning uchun prokuraturadan kelgan omad, qani topshirib ko'raman deb topshirganman. Topshirish ham qiziq bo'lgan. Boshida kelishganda muddat bo'lgan, deadline. Mana shu bir hafta 10 kun shungacha dokument. Endi dokument uni hujjat qilganlar biladi. Juda ham ko'p dokument tayyorlash kerak, qarindoshlarning hujjatlari. Keyin xullas o'sha hujjatlarni tayyorlashga men ulgurmaganman. Endi hamma qarindoshlar Qashqadaryoda, o'zim Toshkentda turaman, propiskamiz Toshkentda bo'lgan, Toshkentdan hujjatlar taxlaganman. Qashqadaryonikini borib kelib, shu xullas ulgurmaganman-da, keyin bo'ldi, topshirmayman davlat organiga. Peshonada yo'q ekan deganman-da, endi boshqa yo'nalishga qarayman deganimda. Keyin ular uzaytirishgan muddat, deadline. Uzaytirib qolishgan, keyin imkoniyat bo'lgan mana hujjatlar taxlashgada. Keyin topshirganman, keyin o'tganman. Hujjatlaring o'tdi, bo'ldi, keyingi nima test deyishgan, keyin testga borganmiz, keyin psixologik test, bilim bo'yicha test. Yaxshi o'tganman, universitetda yaxshi o'qiganman, hammasi yaxshi bo'lgan. Bakalavr, magistr diplomi ham qizil bo'lgan, o'zi hammasi qizil. Yaxshi o'qidim. Keyin nima ham ingliz tilida himoya qilganman dissertatsiyani. Endi shu magistratura dissertatsiyamni ingliz tilida himoya qilganman. U ham plyus bo'lgan ishga kirishimga. O'sha hujjatlarni ko'rishgan, keyin suhbatga kirganmiz, katta suhbat bo'lgan. Suhbatdan ham o'tgandan keyin bu ishga qabul qilindingiz deyishgan, Qashqadaryoga, Qarshi shaharga jo'natishgan. Keyin xullas 6 yil ishlab yurganimdan keyin hamma sohada, keyin shu baribir ko'ngilda qolgan shu chetda o'qish, Amerikada o'qish. Keyin orzu bor. Hujjat topshirib ko'ray qani universitetga. O'xshaydimi yo'qmi? Endi bilmaysiz. Vaqt o'tgan. Til o'rgandim ozroq. Ya'ni o'zim ustida ishladim, lekin o'zim ustida ishlab, ya'ni ayol oldingizmi? Ishdan o'zim vaqt ajratib, ishdan tashqari vaqtda til o'rgandim. Yana bir 3 oycha o'zim ustida shug'ullandim. Bormadim, repetitorga bormadim.
Keyin o'rganib qaytadan yana IELTS topshirib, keyin 6 ball oldim ikkinchi safariga. Birinchisi necha edi? 6,5 olganman birinchi marta 2014-yilda. Birinchi 5,5 olganman. Keyin yana 6,5 olganman. Ikkinchisiga keyin yana keyingisida 6 ball olganman. Endi oradan 6 yil o'tgan, nima qaytadan yana tayyorlanib. Keyin qidirdim universitetlarni onlayn qidirib, keyin bir ustozimiz bor, bir aka shu bilan yordam maslahat olganman. Suhrob aka, men Amerikada yashaydi. Keyin shu aka mana maslahat bilan Kaliforniyada ham affordable, to'lashga qimmat emas, shu ham biznes soham bo'yicha va Silicon Valleyda bo'lgan Lincoln University nima qilganmiz, topganmiz onlayn. Keyin shunga topshirib kirdim, o'qishga qabul qilindi, I-20 berdi. Keyin vizaga qayerga suhbatga boramiz, keyin siz davlat ishida ishlaysiz, hozir nima qilsa ishdan chiqish kerak, chunki men ishdan chiqmasdan turib chetga chiqishga imkoniyatimiz yo'q. Endi qonuniy tomonlari keyin xullas keyin ariza yozdim. Kadrga bordim, men o'qishga ketyapman Amerikaga. Ariza yozdimda, keyin chiqib, keyin vizaga suhbatga bordim. Endi vizaga suhbatga borganim ham qiziq bo'lgan. Bir o'sha Suhrob aka bilan aytganimdek, maslahati bilan nimaga borganmiz? Karib orollariga borganmiz. Karib orollari bir qarasam, chetga chiqmaganman. Amerikani pasida, u South American pasida ham qarasam, James location, o'sha lokatsiya deydi, lokatsiyasi orolda turibdi. Shunday. Men shu paytgacha, shu 2022 ishdan chiqqanman, 23-yilgacha chetga chiqmaganman, samolyotga ham uchmaganman. Hatto shaharlar O'zbekistonga ham samolyotga uchmaganman-da. Shu 23-yilda keyin o'qishga kirgandan keyin, qabul qilingandan keyin birinchi o'sha nimaga borganmiz? Dubayga borganmiz. Dubayga 1-2 kun aylanib, dam olib, ishdan chiqqandan keyin endi dam olish bo'lgan. Keyin u yoqdan chiqib, o'sha Karib orollar Angliyaga uchganmiz. Angliyaga uchib, Angliyada 1-2 kun u yoqda qolib, keyin nimaga uchganmiz? Karib orollari. U yoqda Barbados degan zo'r davlat bor, juda chiroyli. Hozir ham sog'inaman. Ko'rsatildingiz, juda chiroyli, kichkina orol, bitta shahar, Bridgetown, Barbados davlat, bitta shahardan iborat, poytaxti ham, o'sha davlat o'zi ham Bridgetown deyiladi. O'sha yerdan keyin suhbatga, o'sha yerdan joy oldik, o'sha yerda bir 2 hafta, 3 hafta o'sha yerda turib dam oldik, juda zo'r joy. Keyin viza berdi, o'sha yerdan viza olib chiqdik. Keyin yana O'zbekistonga qaytib, qarindoshlar bilan, hamma bilan xayrlashib, avgustda o'qish boshlangan, avgustda kelganman. Nyu-Yorkka kelganman. Nyu-Yorkda aylanganman, bir hafta qolib, u yoqda aylanib, hamma joyga boradigan joylariga borib, keyin Kaliforniyaga uchib kelganman Nyu-Yorkdan.